ko'zlarimga dunyo kengdir. Duo bilan har kishining ishi ongdir. So'zlaringiz oltinlarga qadar tengdir. Mening uchun qiblagohim otajonim, nur duogo'yim, nur panohim onajonim. Mening mavzum tag'in shodon kuyimdasiz. Nurli hayot tilab turgan o'yimdasiz. Parvonasiz har daqiqa o'yimdasiz. Tangridan baxt tole so'rgan otajonim, yoshligini menga bergan onajonim. Qo'shi ko'zim sizga o'xshar otamdirsiz. Tilimdagi ilk so'rig'im onamdirsiz. Sizlar menga eng mo'tabar olamdirsiz. Mening gulchim, soyabonim, otajonim, xushzabonim, mehribonim, onajonim. Oh urarman qadringizga yetolmayin, shirin so'zim sizga tuhfa etolmayin. Men bag'ritosh bo'ldim bugun shundayin. Yo'llarimga intizorim, otajonim, nuri diyday, yo'g'borim, onajonim. Baxtimizga otajonimiz, onajonimiz sog' salomat yurishsin. Ularga tilagimiz shiringina jonlari og'rimasligini, umringiz uzoq bo'lishini, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Yana bir shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Otajon, sizni yangamizdan yaxshi taklif qilaman. Shu barcha o'g'illarimiz nomidan Ruhiya bog'ni sizga ikki og'iz tabrik so'zlari bor. Menga aytdilarki, Muhriddin, Abdujabbor, Shahzojon aytdilarki, bizlarning singlimiz bu. Bizlarning singlimiz chiroyli qilib bizlarning nomimizdan tabriklaydi dedilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu yerga kelgan barcha qadrdonlar, yoru do'stlar, barchangizni bugungi tashrif buyurgan tadbirimiz uchun rahmat deb qolamiz. Va otajonimizga uzoq umrlar tilab qolamiz. Akajonlarim Muhriddin, Abdujabbor, Shahzod, shular nomidan sizni tabriklaymiz. Bugun 50 yosh to'lar ekansiz. Yana bundan-da ziyod yoshlarni ko'rishingizni, bugun 50 yoshda yig'ilibmiz, yana 100 yoshlaringizda shunday nishonlash bizlarga nasib etsin. O'tiringiz yarashib taxtga, erishingiz eng oliy baxtga, ko'z tegmasin sizga rohim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amlik ko'rmasin, kulgan ko'zlaringiz g'amlik ko'rmasin, pok qalbingiz g'amlik ko'rmasin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yana 100 yoshlarga kirib yurishingizni tilakdoshimiz biz farzandlaringiz nomidan Ruhiya. Barcha mehmonlarimizdan uzr so'rayman. Bitta davramizga mana shu onajonimiz bilan bobojonimizni taklif qilaman. Komil aka, sizni ham. Endi hammamiz o'ynadik. Endi navbatni ana shu otajonimiz, onajonimiz bilan sizni birgalikda raqsga taklif qilaman. Marhamat. Mana
Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizlarga yaxshi niyatlar tilagan holda Assalomu alaykum. Mana shu davraning ishtirokchilari, bu yerda Komiljonning eng yaxshi do'stlari, og'ay qarindoshlari, eng sevimli insonlar o'tiribdi. Ayniqsa mana Murodjon aka bizlar davramizni boshlab turdi. Bizlar ham shu juda sho'xich bo'lganmiz, maratonxonada edik. Chidab turolmadik, chiqib bir tomosha qilayotgan desak, haqiqatan ham avjida ekan. Komiljon haqqi bor. Men o'ylaymanki, shu O'zbekiston Respublikamizda 10 ta yaxshi inson bo'lsa, bittasi Komil aka. Agar birinchisi bo'lsa, Komil aka deb o'ylayman. Uchinchisi sen Komil. Eng bu kishiga salomatlik tilayman. Mana shu bugun 50 yoshida mana shuncha do'stlarim davrasini chaqirib, mana shu hammaga bir xursandchilik ulashyapti. Albatta, mana dadalarim bilan hozirgina o'tirdik, amakilarim bilan juda bir insonlar ekan. Ilgari ko'rmagandim. Bugun ko'rishtirmani Komilga tanishtirdi. Olmani tagiga olma tushadi degan, shoftolini tagiga shoftoli tushadi degan. Bu o'zimizda eng zo'r maqollarimizdan. Bovoni ko'rib, haqiqatda qoyil qoldim. Komil aka kim ekanligini. Komil akaning farzandlari mana bu darvozani oldiga qo'ysangiz, dadajonimga deb bitta mashinani o'qibdi. Bu har kim inson qo'ldan kelmaydi. Komil akaning mana shu farzandlarini yaxshi tarbiya berganligidan. Mana bittasi yo'qakda, bittasi bu yerda ishlab yurib, hammasi mana shu dadajonlarni, bobojonlarini sog'lig'iga bir ta'sir qiladigan insonlar ekan. Men xursand bo'ldim Komil aka. Bugun 50 yoshimdan tabriklayman. Xursandman sizni mana shu davrangizda qatnashganimdan. Bu Toyloq tumani bir insonlarni ko'nglini oladigan insonlar. Bu boshqa tumanlarga men viloyatda ishlaganman juda ko'p. Bunaqangi insonparvarlikni juda kamdan kam ko'rasiz. Ayniqsa Toyloqda izzat hurmatni eng yaxshi ko'radigan insonlar. Bir do'st bo'lsa bu kishilar ajralmaydi to umrining oxirigacha. Men o'ylaymanki, mana shu do'stlaringiz, mana shu aka-ukalaringiz doimo mana shunday mustahkam bo'laversin. Komiljon yuzga kiring, bolalaringiz baxtini ko'ring. Endi bu yerda sizga to'ylar boshlandi, xudo xolasa. Yaqinda ukalarni uylantiradi deb eshityapman. Keyin farzandlarim to'ylari, xudo xolasa mana shu jamoa bilan shu Komiljon to'ylarida hammamiz qatnashib beraylik. Ko'z ko'rib ko'rib. Sog' salomat bo'ling. Ishlaringizga omad tilayman. Bu Muhriddin
Abdujabbor ko'rayotgan bo'lsa Shahzod, hammalaringga rahmat. Bu kunga yetishib kelishimizga, mana shunday bo'lishimizga birinchi tarbiyani otang bilan ota-onamizga berdi. Undan keyin mana shu kunga yetishimizga, bugun men ishga chiqsam, işte mendan oldin turgan, men kelgandan keyin yoqib seni bizga hammamizga xizmatimizni qilgan jannatda ravo ko'rayotgan bo'lsa, beyinga o'xshagan ayollarga ravo ko'rishni, menga o'xshagan ayollarga ravo ko'rishni yonda turing. Yonda turing. Men hammalaringni yaxshi ko'raman, vallahi. Meni sal tilim yomon qilasizlar. Shunisini o'rganmagan. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana shunday kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Xush kelibsizlar deyman. Baxtimizga dadasi sog' salomat, umrlari uzoq bo'lsin. Nevara, evara, chevaralarni ko'rsin, hoji bobo bo'lishni niyat qilaman. Kelganlaringiz uchun xush kelibsizlar. Kattakon rahmat. Endi navbatni Dilora opaga beramiz. Sizga atadigan izhorlari bor ekan. Marhamat Dilora opa. Davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Akamni hurmat qilib kelganlaringiz uchun avvalambor sizlarga katta rahmat aytaman. Akamga tilaklarim shuki, ota-onamni baxtiga, bizlarning baxtimizga, farzandlarimning baxtiga sog'-omon bo'lib yurishini umrimizning oxirigacha shu baxtni so'raymiz akam uchun. Ota-onam 100 ga kirganda ham akam yonida tursin, tog'i bo'lib, o'shangan tog'i bo'lib tursin, akamlar, ukamlar hammasiga baxt saodat tilayman. Mana shunday kunlari bundan-da ko'proq bo'lsin. Kelin nevaralarni davrasida yana shu tug'ilgan kunlarni nishonlash hammamizga nasib qilsin. Baxtimizga hammasi sog'-omon bo'lsin. Aka, yana bir bor tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Yuzlarga kiring. Mehmonlar hamda aka-ukalar, oshna-og'aynilar. Men mana shu fursatdan foydalanib akamga uzoq umr, yangam bilan hamisha baxtli hayot kechirishini tilakdoshman. Hamisha yuzlarga kelsin. Hozir 50 yoshimni nishonlayotgan bo'lsak, nasib bo'lsa 100 yoshimni nishonlaganda ham mana shunday yetilishga tilakdoshman. Akajon, 100 ga kiring, hamisha baxtimizga sog'-omon bo'ling. Muhriddinjon, Jabborjon, Sardorjon nomidan sizni tabriklayman. Yangam bilan hamisha baxtli bo'linglar. Xushga qaranglar. Kelinlar nevaralar Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Dunyo turguncha tilang. Eng yomon kuningiz mana shunday chiroyli, fayzli o'tsin. Yana bir bor shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, shunday qarab turyapman. Ota-ona uchun nima kerak? Ota-ona uchun farzandlarni borligi, farzandlarni baxtli yashayotgani. Men sizni mana shu dadajoningiz bilan ayajoningizni kelayotgan yangi yil bilan, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan, barcha turgan mehmonlarimizni uylarida mana shunaqa xursandchilik bo'lsin. Mana shu farzandlari nomidanmi, opa-ukalar nomidanmi, ki birgalikda tabriklaylik. Salomat bo'linglar, bugungi kuningiz muborak bo'lsin.